Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Abdulla Qodiriy qalamiga mansub Obid Ketmon qissasini taqdim etadi. Obid Ketmon Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan qissa. Qissa 20-asr, 20 va 30-yillarda amalga oshirilgan kollektivlashtirish bilan bog'liq jarayonlarni ochib bergani bilan qimmatli. Qodiriy bu asarni 1932-yil 1934-yillar mobaynida yozib tugatgan. 1934-yilda yozilgan asar Qodiriyning boshqa mashhur asarlari, jumladan O'tgan kunlar va Mehribdan chayon darajasida o'rganilmagan va e'tiborda bo'lmagan. Abdulla Qodiriy o'z davrining tanqidchilari nazdida mayda burjuaziya yozuvchisi sifatida ta'riflangan. Masalan, Sattu Husayn Sharq haqiqati gazetasining 1929-yil 123-sonida Qodiriy haqida quyidagi fikrlarni yozadi. Abdulla Qodiriy proletariat inqilobiga nisbatan uzoqroq kishidir. Chunki haqiqatdan Abdulla Qodiriy mayda burjuaziya yozuvchisidir. Uning sinfiy asosini belgilash tahlil vaqtida katta ahamiyatga egadir. Asar 2017-yili Info Capital Group tomonidan 1935-yilgi versiyasi bo'yicha qayta nashr etilgan. Abdulla Qodiriy 30-yillardagi murakkab sharoitda ham ijodni davom ettirdi. 1934-yil qishloq hayotidan Obid Ketmon qissasini yozdi. Asardagi Obid obrazi o'zbek adabiyotidagi noyob hodisa. Uni o'zbek xalqining mehnat, dehqonchilik madaniyati bobidagi yetukligi timsoli deyish mumkin. Yozuvchi bu obraz tasvirida o'sha davrda odat tusiga kirgan tor sinfiylik doirasidan ancha chetga chiqib, umum insoniy qadriyatlarni ardoqlash yo'lidan boradi. Xolis turib, qishloq xo'jaligini jamoatlashtirish harakatining bir qancha tomonlarini haqqoniy ko'rsatadi. Ichki muammo ziddiyatlarni ochib beradi. Kolxoz tuzumi oxir-oqibatda odamlardagi tashabbusni, shaxsiy egalik, manfaatdorlik tuyg'usini so'ndirishligini aytadi. Qodiriyning mazkur qissasini o'zbek adabiyotidagi birinchi ishlab chiqarish qissasi, Obidni esa birinchi ishbilarmon odam obrazi deyish mumkin. Abdulla Qodiriy bu o'rinda iqtisod, xo'jalik masalalarining bilimdoni, tadqiqotchisi sifatida ham ko'rinadi. Asar bosh qahramonining xarakteri, ruhiy olami asosan mehnatda, xo'jalik ishlarida ochiladi.